Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh azza va jalla ushbu sayyidul avm kuni barchamizga muborak qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizning ummatimizni, ummati Muhammadni maqtadi. Astagfirullah, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Insonlarga chiqarilgan ummatlar orasida eng yaxshisi sizlar bo'ldinglar. Bizni Alloh maqtadi. Ummati Muhammad hamma ummatlardan yaxshi. Nimasi bilan yaxshi? Ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar va Allohga iymon keltirasizlar. Avvalgi ummatlar ham hammasi Allohga iymon keltirgan. Lekin amr ma'ruf nahy munkar qilishlik bizi ummatimizning boshqalardan ajratib turadigan xususiyati, miza deyiladi. Agar biz odamlarni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarishlik sifati bo'lsa, Alloh taolo maqtagan ummat vakili bo'lamiz. Ammo domlalar gapirsin buni, elivoshi gapirsin buni, onalar gapirsin buni deb turib, munkarni ko'rib o'tib ketadigan bo'lsak, biz Alloh maqtagan ummat qatorida bo'la olmaymiz. Ha, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyishimizga ummati Muhammad qatoriga kirdik. Ammo maqtalgan ummatdan bo'la olmaymiz. Menga nima deymiz u? Menga nima? O'lib ketmaydimi? Bora? Bor. Demak, siz ummati Muhammadni maqtalgan toifasidan emassiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi yadihi." Mana biz yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradigan ummatmiz va birinchi navbatda yosh kattalar qilishligi kerak buni. Yo bolam, to'xtat, yig'ishtir bu ishingni. Yaxshi emas. Avvalgilar shunaqa edi. Mana oqsoqollar aytsin, kattalar 40 ta eshik bu yoqqa, 40 ta eshik bu yoqqa bolalariga otalik qila olar edi. Qo'shnini bolasiga, qo'shnini otasi gapirsa olar edi. Xo'p der edi. Hozir bormi? Yo'q. Nimaga yo'q? Sizlarda zamoninglarda oqsoqollar, otalaringlar shunaqa ta'lim berganda sizlarga. Xo'pda, katta odam gapirganda yuziga tikka qarama degan, oyat, hadis keltira olmagan ular. Lekin yomon bo'ladi degan bir og'iz gap bilan xo'p degan. Endi sizlarning bolalaringlar nimaga unaqa qilmayapti? Chunki sizlar tarbiyani bermayapsizlar ekanda shunaqa. Falonchi mana dedi, o'zi bolangiz bilan dedim, desa, boblabsan, o'zi dedi, mana qayda bu dedi. Sen kattaga gap qaytardingmi? Nazardan qolib ketasan deb turib, qo'sh inida ko'rganini qiladi. So'rang, sizni bolangiz katta odam gapirganda xo'p deydimi? Kattalar nasihat qilsa quloq tutadimi? Yo'q. Demak, siz aybingiz. Bolangiz sizning mahsulotingiz. Bolangizni odob axloqiga qarab turib, sizga ota sifatida sizga baho bersa bo'ladi. Sizlardan kim deyaptilar Rasululloh? Bir munkarni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin. Fa illam yastati fa bilisanihi. Agar tili bilan, qo'li bilan o'zgartirishlik imkon bo'lmasa, qudrat yo'q bo'lsa, tili bilan nasihat qilsin. Fa illam yastati fa biqalbihi. Agar unga ham qudrat yetmasa, qalbi bilan qaytarsin. Fa zalika adaful iymon. Endi bu iymonning zaifligi endi. Ammo qalbi bilan ham inkor qilmayotgan bo'lsa, bu odam bir qator qalbini tekshirib qo'ysin. Islomda 5 ta ustuni bor. Iymon, namoz, ro'za, zakot, haj. 5 ta ustun. Ulamolar aytishadi. Endi bu aytilgan gapimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning buniyal islamu ala khamsin hadisidan olinadi. Islom 5 ta narsani ustiga qurilgan. Iymon, namoz, ro'za, zakot, haj. Ulamolar aytishadi, agar 6-ustun bo'lganida, agar 6-ustun ham bo'lish kerak bo'lganida, bu amr ma'ruf nahy munkar bo'lardi deyshadi.
Otalar, bizi ilmimiz ko'p pas. Yosh urug'larimiz, ular yosh davrida dinini o'rganishlikka hozirgidek imkoniyat bo'lmagan. To'g'ri, uzringlar bor. Lekin munkarni ko'rganda qaytarishlikdan, yoshlar bir xato yo'l qo'yayotganda nasihat qilib qo'yishlikdan nima to'sadi? Mana shu ishni ustida uzrimiz yo'q edi. Aytayapti, qo'lingdan kelsa qo'ling bilan tiyib qo'y. Bo'lmasam tiling bilan ayt. Bo'lmasam eng kamida qalbing inkor qilsin deydi. Agar yosh kattalar mana shu ishni uddasidan o'tadigan bo'lsa, yoshlar quloq soladi. Xo'p deydi, faqat aytadiganlar yo'q-da. Agar yosh kattalarimiz yoshlarga nasihat qilmasa, xatolarni aytib tuzatmasa, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarmay beparvo bo'lsa, Alloh taoloning jazosi, iqobi keladi. Astagfirullah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Alloha shadidul iqob. Hamda sizlardan faqat zolim kimsalarning o'zigagina yetmay, balki barchaga yetadigan balodan saqlaningiz va bilingizki, albatta Allohning azobi qattiqdir. Agar mahallada fisq fujur tarqagan bo'lsa, bir do'konda aroq sotyapti. Aroq sotyapti. Sizni bolangiz ichmaydi. Sizni ukangiz ichmaydi. Lekin shu qishloqda sotiladigan bo'lsa, shu qishloq aholi olib ichadimi? Ichadi. Mas bo'lganda borib turib mashina bilan bir birovni urishi mumkinmi? O'sha urilgan seni bolang bo'lishi mumkin. Seni ayoling, qizing bo'lishi mumkin. To'g'rima-to'g'ri ketyapti, borib urdi. Sen indamading, aroq sotayotgan do'konga yig'ishtir demading, endi bitta unga kelmaydi balosi. Senga ham keladi. Qotillik bo'lishi mumkin, o'g'irlik bo'lishi mumkin, o't ketishi mumkin. Menga nima demanglar? Menga nima demanglar? Qiyomatda javob berasizlar. Eng kamida aytib qo'yinglar. Eng kamida. Agar biz solih inson bo'lsak-ku, muslih inson bo'lmasak, ana shu odamlarga yetgan musibat bizga ham yetadi. Solih kim? Muslih kim? Solih ya'ni o'zi yaxshi odam. Muslihchi, u ham solih va boshqalarga tuzatadigan muslih. O'zingizni yaxshi bo'lganligingiz o'zi kifoya qilmaydi. Siz boshqalarni ham yaxshi bo'lishligiga undaydigan bo'lishingiz kerak. Chunki mana shu sifatimiz borligi uchun Alloh taolo siz bilan bizni nima qildi? Maqtadi. Yosh kattalar, yoshlarga nasihat qilib turish kerak. Menga nima demanglar? Faras qiling, bir jamoa odam hammasi soppa-soq, bir payt ular ichiga gripp bo'lgan odam kirib keldi. Shuni darrov bir maska taqib yoki davolashlikka harakat qilib, bir uni tuzatishlikka harakat qilmasdan tek qo'ysak nima bo'ladi? Mana shu munkar ish oqsoqollar, otalar. Xuddi o'sha grippga o'xshaydi. Sizga hozir yuqmadi, sizni bolangizga ta'sir qilmadi o'sha aroq yoki boshqa bir gunoh ish. Lekin xotirjam bo'ling, ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Xato qilish hammaning tabiatida bor. Odam bolasi borki, xato qiladi, lekin xato qiluvchilarning ichida yaxshisi kim edi? Tavba qiluvchisi edi. Mana shu xato, gunoh sodir bo'ldi qishloqda, mahallada, shaharda. Ana shu xato, gunohni ro'parasida odamlar uchga bo'linib qoladi. Qaraylik-chi, biz qaysi toifadamiz? Birinchi toifa odamlar o'sha yomonlikni to'xtatishlikka harakat qiladi, qo'li bilan, tili bilan, qalbi bilan. Bu payg'ambarimizni maqtalgan ummatlaridan-da. Ikkinchisi yomonlikka odamlarni undab turadiganlar. Akkalaver aytaveradi bular. Yoshlikni ichib olish kerak. U namozni qaraganda ham nima qilaverasan? Hozir puling borada, belingda quvvating borada nima qilish kerak? Aytaradi. Ikkinchi toifa gunoh ma'siyatga undab turadigan. Uchinchi toifa avvalgilardan emas, keyingilardan emas. Ularga biz qaysimisimiz shu uchala toifani? Birinchisi, uchinchisi. Ikkinchi olib turibdi mashina. Patsanlar minvagan mashinani. Bittasi aboshinada turibdi. Ikkinchisi oldiga o'tib qo'yib gaplashmaydi. Mashinada turib gaplashyapti. Siz nima qilasiz? Yo'l turibdi, o'tib ketasiz. Sizga baribirlardansiz, uchinchisidansiz siz. Shunday to'xtatdi ukalar, chekkaga chiqib olinglar. Mayli, joy yo'q bo'lsa majbur turgan bo'ladi. Yo'q, gaplashishadi yosh bolalar. Shu gap ham to'g'ri-da.
Qaysi prinsip ishga tushadi? Menga o'shuning uchun bardagi chiqyapti. Eshigini ochib oladi yani. Aka o'tiring deydi. Aka o'tiring deydi. Biror marta o'shani qilib, noto'g'ri ish qilayotganda to'xtab nasihat qilganlar qo'l ko'tarib qo'yinglar. Hayotida biror marta. Yetadi, ikkita yetadi. Qolganlarga baribir. Bu yerda hech kim mashina minmaydi-da, to'g'rimi? Ko'ryapsizlarmi, qanaqa bo'lib ketganmiz? Yana nima deymiz? Ko'chalar changib ketdi, ko'chalar probka bo'lib ketdi. Ha, bettar olaylik, birodarlar. Biz o'zimizga shu narsani nima qilyapmiz? Ravo ko'ryapmiz. Chunki bizni maqtashlik payg'ambarimizni maqtagan, Alloh maqtagan ummat bo'lishimiz uchun nima qilish kerak ekan? Biror marta qiling-da, o'zingiz maza qilasiz-chi, o'zingiz. Alloh taolo sizni qilgan ishingizni mukofotlagani birinchi belgisi o'sha qilgan savobli ishingizdan qalbingizda xotirjamlik va o'zingizdan rozilik shuuri paydo bo'ladi. Misol, yo'lga chiqolmay turgan mashinaga yo'l beruvdingiz, shunday kirib oldi, keyin avval ekan yoqib qo'ydi. Bilasizmi, xursand bo'lasiz o'sha. Ana shu sizni qilgan ishingizga berilgan mukofotni muqaddimasi. Xamir uchidan yana mukofotni kuting. Biror marta qilib ko'ringlarchi. Yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradigan odamlar bo'ladi. O'sha yomonlikka undaydiganlar bo'ladi. Uchinchisi beparvolar bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir toifa odamlarni misolini keltiradilar. Bu Imom Buxoriyning rivoyatlarida. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuma ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "Matalul qoimi ala hududillahi wal waqi fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha va ba'duhum asfalaha." Alloh man qilgan narsalardan saqlanuvchi va uni tortinmasdan qilib yuruvchilarning misoli xuddi bir jamoaga o'xshaydi. Ular kemani minishda, kemaga chiqishlikda qur'a tashlashdi. Ba'zilari hissasiga tepa qismi, ba'zilariga pastga tushlik hissasiga tushdi. Demak, joy tevadagilar bor va pastdagilar bor. Payg'ambarimiz aytadilar, past qismdagilar suv olish uchun tepadagilar oldidan o'tadilar. Bundan ozorlanib, agar biz suvdan o'z nasibamizni olish uchun pastdan teshib olsak, tepamizdagilarga ozor bermasdik deyshadi. Chiqib yuramizmi? Ularni ham avola qilyapmiz, o'zimiz ham bezovta bo'lyapmiz. Pastdan teshib olaylikmi deyshti. Agar tepadagilar dedilar Rasululloh, pastdagilar xohlagan narsani shundaycha qo'yib qo'ysalar, barchalari halok bo'lishadi. Agar ularni bu fikrlardan to'xtatishsa, o'zlari ham, qolganlari ham najot topishadi dedilar. Buxoriy rivoyat. Kelishdingmi? Ему так удобнее. O'sha mashinadan tushmasdan xohlagan joyda to'xtab klient olish, xohlagan joyda turib mashinasida savdo qilish unga qulay. Unga qulay. Siz o'tib ketdingiz indamasdan yonidan. Bir marta ayting, siz ayting. Yana bittasi aytsin, 3-4 odam aytganda haligi odamda nima qiladi ozgina vijdoni? Qiylanadi, qo'y chekaga olay, gap eshitolmay deydi. Endi indalmasa qilaveradi o'sha ishni. Kemani nima qiladi? Alloh azza va jalla mu'minlarni maqtab aytadi, astagfirullah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi va yanhauna 'anil munkar. Mu'minlar va mu'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Ular yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan to'xtatadilar. Sizni mu'min ekanligingizni dalili yaxshilikka buyurishingiz kerak, yomonlikdan qaytarishingiz kerak. Endi yosh katta odam bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turib xatosini yoshlarga nasihat qilmaydigan bo'lsa, mana shu ishiga qiyomatda javob beradi. Xo'p, biz qaytaryapmiz, odamlar qaytmayapti. Biz gapiryapmiz, odamlar olmayapti. Nima qilish kerak? Bir marta aytib qo'yib ketaverishimiz kerakmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muttafaqun alayhi bo'lgan hadisi Ummul Mu'minin Zaynab bint Jahsh onamizdan rivoyat qilinadi. Zaynab onamiz bu payg'ambar alayhisolamning ayollaridan aytadilarki, anna nabiy sollallohu alayhi vasallam dakhala alayha faz'an yaqul la ilaha illalloh wailun lil arab
min sharrin qad iqtarab. Bir narsadan qo'rqqan holida payg'ambarimiz Zaynab binti Jahsh onamizning huzuriga kirib aytdilarki, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Yaqinlashib qolgan yomonlikdan arablar holiga voy bo'lsin. Bugun Yajuj va Majuj to'g'onidan shunchasi ochildi deb bosh barmoqlari va ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar. Mana shuncha ochildi dedilar. Yajuj Majuj to'g'oni bor. Lekin qiyomat soati kelganda teshib chiqishadi. Shunda Zaynab onamiz aytdiki, "Ya Rasululloh, anahliku va fina solihun." Axir solih odamlar bor bo'lsa ham halok bo'laveramizmi deb so'raganida payg'ambarimiz, "Na'am, iza kasura al-hadath." Ha, agar nopoklik yoyilsa halok bo'laverasizlar. Yaxshi odamlar ham o'laveradi. Qiyomatda niyatiga yarasha tiriladi hammasi. İçimizde yaxshi odamlar bor, bizga balo kelmaydi degan gap bo'lmaydi. Kelaveradi balo. Lekin o'sha baloda qirilib ketgandan keyin kim nima niyatda yashagan bo'lsa, shu niyatiga yarasha tirilaveradi. Bir kunda hech bo'lmasa bir 2 marta o'zimizga bir shu amri ma'ruf nahiy munkarni bir lozim qilsa yaxshi bo'lar edi. Ha? Amri ma'ruf nahiy munkarni uyda qoyilma qolib qo'yamiz. Svet o'chir. Rozan yo'q. Qo'yib berdingmi? Yana nimalar ustida amri ma'ruf nahiy munkar qilamiz? Aytinglar, nimani ustida? Sizga primoy zarar bo'ladigan, iqtisodingizga, cho'ntagingizga zarar bo'ladigan ishda amri ma'ruf nahiy munkar qoyim 101%. To'g'rimi? Ammo Allohning hududlari buzilsa, gunoh ma'siyat ko'paysa, uchi. Sizga aloqasi yo'qmi uni? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. İnsanlar uchun chiqarilgan ummatlarning yaxshisi bo'ldinglar. Nima uchun yaxshi bo'ldinglar? Yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarasizlar. Endi buni muqobilida boshqa oyat bor. Bu Banu Isroil haqida. Banu Isroilning rohiblari haqida, ilm ahllari haqida. Astagfirullah. Lu'ina allazina kafaru min bani Isroil ala lisani Davud va Isa ibn Maryam, zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Davud va Iso alayhimassalomning tillariga ko'ra Banu Isroildan kofir bo'lgan kimsalar la'natlandilar. Nima uchun? Osiy bo'lganligi uchun, haddidan oshganligi uchun. Kanu la yatanahawna munkarin fa'alu. Kim edi ular? Rohiblari, o'sha ilmlilari. O'zlari qilmaylar deb qaytarayotgan ishni o'zlari qilishar edi. Birovning haqqidan qo'rqinglar deb turib o'zi qo'rqmas edi. Agar biz odamlarni qilma deb qaytarayotgan ishimizni o'zimiz qilayotgan bo'lsak, shunga tushib qolmaymizmi? Qarang, salaf solihinlarimiz qanaqa bir ulug' odamlar bo'lgan, ajdodlarimiz. Abu Hanifa Umar ibn Sobitga taqsir qulni ozod qilishlik savobi haqida bizga bir va'z qilib bering deyishdi. Qulni ozod qilishlikning savobi qanaqa? Oradan bir 40 kun o'tdimi, 2 oy o'tdimi, keyin o'sha ma'ruzasini qilib odamlarga va'z qildi. Shunda biz buni 2 oy burun yoki 40 kun burun so'ragan edik-ku, nimaga endi gapirdingiz desa, o'sha sizlar shu mavzuni mendan so'ragunga qadar bironta qulni sotib olib ozod qilmagan ekanman. O'sha kundan pul tashashni boshladim, to'plandi bir qulga yarasha sotib olib ozod qildim. Ya'ni buni huzuri qanaqa bo'ladi? Buni halovati qanaqa bo'ladi? O'zim amal qilib, totib ko'rib turib, ine gapiray dedim, sizlarning qalbingizga kirib borishi uchun. Munkar ishni qaytarayotgan odam o'zi qilmasligi kerak uni. Banu Isroilning rohiblarini, ilm ahllarini nimaga Alloh taolo la'natga uchradi ular deyapti. Qilmaylar degan ishni o'zi qiladi. Agar siz o'sha bir odamni o'sha ishdan qaytarmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz qilmayotgan bo'ling, birodar. Insof qiling. Chunki o'zi qaytargan ishni, o'zi qilib turgan Banu Isroilni, ana shu ulamolarini, rohiblarini payg'ambarlarning tili bilan la'natlangan deyapti. Demak, munkarni ko'rib turib, unga eng kamida norozi bo'lmagan odam Allohning balosi kelib qolmasin shu odam ustiga. Shundan qo'rqiladi. Hadisda
Anna Alloh taala awha ila Jibril an yakhsif bi qaryatin kaza va kaza. Ey Jibril, falon qishloqni borib turib vayron qil dedi. Ontarib to'ntar yerga dedi. Baloni olib ket dedi. Ko'tarib yerga chop dedi. Shunda Jibril alayhisalom aytdi: "Ya Rob, inna fihim fulanal al-abid." Qala fa bihi fabda. Parvardigor, u qishloqda falonchi solih odam bor. Yaxshi ibodatxon odam bor. Alloh taolo aytdi: "Baloni o'sha uydan boshla" dedi. Chunki u solih bo'lib turib boshqalarni qaytarmadi. Shuning uchun baloni shu uydan boshla dedi. Shuning uchun otalar, akalar, dadalar nima qilaylik? Yoshlarga nasihat qilaylik. Biz ixtiyorimizdagi narsa emas bu. Yelkamizdagi vojib narsa. Mana shunday holatda birodarlar, agar yosh ulug'larimiz, umuman hamma musulmonlar bir-biriga ko'mak ko'rsatmasa, yordam bermasa, bir ikkinizga nasihat qilmasa, amr ma'ruf nahy munkar qilmaydigan bo'lsa, bu fasod har bitta uyga kiradi. Har bitta uyga kiradi. Buni oldin olishlik kerak bo'ladi. Mana Qur'ondagi bir ajib qissalardan birodarlar, bu ashabus sabt qissasi. Shanba kunining egalari. Alloh azza va jalla ana shu Banu Isroildan bo'lgan bir toifasiga hukm qildi. Juma kuni sizlarga bayram bo'ladi dedi. Bu toifa dengizning bo'yida yashar edi. Tirikchiligi balig'i bilan edi. U yahudlar qaysarlik qilishdi, yo'q, biz shanbani bayram qilamiz deyishdi. Alloh taolo ularga iqob qilib, shanba kuni bayram qilasizlar, hech qanday ish qilmaysizlar shanba kuni dedi. Shanba kuni dam oladi. Allohning sinovi. Ana shu baliqlar, dengizda tutadigan baliqlar yo'q bo'lib qoldi. Birdaniga Allohning sinovi. Alloh taolo ularni jazoladi shu qaysarligi uchun. 6 kun dengizda baliq yo'q. Shanba kuni 7-kuni sohilga baliq shunday keladiki, tushib qo'li bilan tersa bo'ladigan darajada baliq ko'p keladi. Lekin ovlash mumkin emas. Biron ish qilish mumkin emas. Sinov. Shanba tugaydi, yakshanba keladi, baliq yana yo'q. 6 kun ocharchilik, 6 kun qiyinchilik. Haqiqatan qiyinchilik bo'lib ketdi. Shunda qarashsa bir odam yakshanba kuni baliq tutdi. Pishirib yeyapti. Qanday qilib tutdikin qarab turishdi. Keyingi yakshanba baliq yeyapti. Diqqat qilib qarab tursa, shanba kuni tushdi suvga. Bitta katta baliqni olib, o'sha kuruchogini ilib, suvga sanchib qo'yib cho'p bilan chiqib ketdi. Shanba kuni baliqni ovlamadi. Zohirada. Bozor kuni boradi, baliqni tortib oladi, hiyla. Munkar ish bo'lyaptimi, yo'qmi? Bo'lyapti. Balo keldimi? Yo'q, hali balo kelmadi. Uni ko'rib turib odamlar sekin-sekin o'rganishdi. Shanba kuni baliqni nima qilishadi? Ilib qo'yishadi, bozor kuni tortib oladi. Bekitib qilyapti har qalay burchak-burchakda. Shunda ana shu Banu Isroilni odamlar ikkiga bo'linib qoldi. Allohdan qo'rqqanlari aytdiki, "Ey, unaqa qilmanglar. Allohning balosi keladi" dedi. Unashmadi. Qavm ikkiga bo'linib qoldi. Sohilni ikkiga bo'lishib oldi, devor tortib. Bu tomondagilar tutadi, bemalol yeydi. Bu tomondagilar qiylanadi, zo'rg'a tirikchilik qiladi, lekin taqvoda turadi. Qaytarishdi bu munkardan, lekin quloq solishmadi. Shunda ham balo kelavermadi. Qachon keldi balo? Endi shanba kuni ham chiqib turiblar, ochishchasiga to'rin tashab tortishni boshlashdi. Gunoh borligida balo kelmadi. Modomiki yashirib, uyalib qilishyapti edi. Endi oshkora ochishchasiga qo'rqmasdan baliqni shanba kuni tutishni boshlaganida Alloh taolo ularga o'zini balosini yubordi. Ana shu baloni yuborishlikdan avval Alloh taolo aytadi, astagfirullah: "Va id qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allohu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida." Nimaga endi ularni sizlar ogohlantirasizlar? Axir Alloh taolo halok qiladigan qavmi ular. Yoki azobini beradigan qavmi deganida ma'ziratan ila robbikum la'allahum yattaqun. Qiyomatga borganda Parvardigor biz qaytarganmiz degan uzrimiz bo'lishi uchun. Ha, bizni gapimizni olmadi ular. Ha, bizni gapimizni olmaydi ular. Lekin qaytarganmisan munkarni ko'rganda deb so'rasa, ha Parvardigor, meni uzrim bor.
men nasihat qilganman, qaytarganman degan o'ziga uzr bo'lishligi uchun. Shuning uchun yosh kattalarimizga aytamiz, sizlarda uzr bormi? Men qaytarganman, qilma buni bolam deganman, men qilganman deganmisiz? Yoki latoxonada katta pulni topib olib kelib kunizga 2000 dan cho'ntagingizga kaplab qo'ysa, duoda katta qilib o'tiraverganmisiz? Katta pul topyapti bolangiz. So'rang, qayerdan topyapsan, nima qilyapsan, do'koningda harom narsa yo'qmi, protsentga pul olmadingmi? So'ranglar. Agar shunaqa harom pul bilan ibodat qilayotgan bo'lsanglar, harom deyib, ibodatinglar ibodat bo'lmaydi. Ko'p aytaman, mana shu 4 ta o'g'il boqdi, mana shu odam deydi, ikkinchi bolasi yaxshi chiqdi. Qanaqa chiqdi? Nimasi uchun yaxshi u bolasi? Toparman. Bu qayerdan topayotganligi bilan ota jonivorning ishi. Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna anis su va akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Mana bular qaytaryapti. Bular unamayapti. Ochiqchasiga gunohga ketdi. Bas ular qachon o'zlariga eslatma qilib berilgan narsani unutishgach, bu gunoh ishdan qaytargan zotlarga najot berdik. Qaytarganlarga Alloh najot berdi va zolim kimsalarni itoatsiz bo'lganlari sababli qattiq azob ushadi. Munkardan qaytarganligi sabab bo'ldi, balo kelganda bularga tegmadi. Endi qachonki o'zlari qaytarilgan ishdan qaytmasdan kibr havo qilganlaridan keyin ularga kunu qiradatan xosiin dedik. Badbaxt maymunlarga aylaning dedik. Bir kechada hammasi maymunga aylanib ketdi. Munkarni ochiq qilayotganlar. Tong otdi, bu tomondan uvillagan ovozlar, bu tomondagilar nima bo'layotganini bilmaydi. Devorda oshib o'tib qarasa, hamma maymunga aylanib qolgan. Kelib osilishar edi. Ko'zlaridan bilardi odam ekanligini. Ko'z odamni ko'zi edi. Bu yog'i maymun bo'lib qolgan edi. Nimaga bularga balo keldi? Va nimaga bular uch kelgan baloda omonda qoldi? Bular gunohni oshkora qildi, uyalmasdan bular qaytardi, shuncha omonda qoldi. Amr ma'ruf nahiy munkar birodarlar faqat domlalar qiladigan ish emas. Har bittamizda bu sifat bo'lishligi shart va o'zimiz o'sha munkarni qilmayotgan bo'lishimiz kerak. Shunda biz amr ma'rufimiz o'tadi. Faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha va ma khalfaha va maw'idatan lil muttaqin. Ana shu shanba egalari nima dedi Alloh taolo? Biz bu uqubatni o'sha vaqt va keyingi davrlar uchun ibrat, taqvoli kishilar uchun mav'iza nasihat qildik. Birodarlar, mav'iza olaylik. O'sha rizqimizda, umrimizda barakani bo'lmayotganligi, shu o'zi jazo. Bolalar itoatsiz bo'lib, uyimizda shirinlikni bo'lmayotganligi bu jazo. Xotinlarimiz biz xohlayotgandan ko'ra yomonroq bo'lib qolganligi bu jazo. Jazo deganda faqatgina osmondan o't tushishini tushunmanglar, birodarlar. Ko'nglingizga nima yoqmaydigan ish bo'layapti hayotingizda? Mana shu jazo. Vallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf va la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allohu an yabatha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Duolarimiz ijobat bo'lmasligi. Ko'p duo qilamiz, lekin ijobat bo'lmayotganligini ham ko'ramiz. Sabab nima? Sabab ana shu munkardan to'smayotganligimiz. Sabablar ko'p, duoyimizni ijobat bo'lmasligiga sabab bo'layotgan ishlar ko'p. Shulardan bittasi munkarda qaytarmayotganligimiz. Payg'ambarimiz aytadilar, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar yoki Alloh tomonidan sizlarning ustingizlarga bir balo keladi, jazoni yuboradi, keyin duo qilasizlar, duoinglar ijobat olmaydi. Birodarlar, amr ma'ruf nahiy munkar, yoshlarga nasihat qilishlik hammamizning ishimiz. Mana shu farzni chiroyli suratda ado qilishlikka Alloh taolo quvvat bersin, tavfiq bersin va qabul qilsin. Aqulu qawli hada va astagfir